Do'stlar, barchaga assalomu alaykum. Biz kelib turgan lokatsiyamiz Termiz tuman Namuna mahallasidan. Yana ham orientir. Namuna 7-brigadada bo'lyapti. Mana ko'rib turgan hovlidan общий maydoni 10 sotiqdan tashkil topgan hovlining 5 sotig'i bo'linib sotilmoqda. Yurtdoshlar, kommunalga to'xtaladigan bo'lsak, suv, svetdan muammo yo'q, lekin holi gaz o'tmagan ekan. Mana unumdor yerlar 5 sotiq ajratib sotiladi. Mana bu joydan bu yog'i ajratib sotiladi. 5 sotiqi. Narxi 10 ming, ya'ni 10 ming dollar deb baholandi. 120 million, 122 million so'mni tashkil etmoqda общий narxi. 5 sotiq bemalol kelib qurilish qilishga tayyor. Mana katta yo'ldan ichkariga 901 kilometr kirganda bo'lyapti. Yana ham to'liq orientirda aytadigan bo'lsam, Namuna Go'shdan kelib aeroportga ketadigan yo'lda bog'chaning yonidan kirib keladigan ko'chada. Ko'chalar asfalt bo'lgan. Shaharga katta yo'ldan marshrutkalar qatnaydi, yurtdoshlar. Pastdagi qoldirilgan nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Mana ko'rsating, 4 burchak joy. Mana chegara daxlsizliklari uchun bir tomoniga mana beton quyilgan, ertaga bu tomonni ajratib olib ham beton quyib, chegara daxlsizliklarini amalga oshirishingiz mumkin. Bu tomondan bitta ko'cha kirib kelgan, ikkinchi tomondan yana bu tomondan ham ko'cha kirib kelgan, yurtdoshlar. Agar kimda-kim olib 2 kishi 2,5 sotiqdan bemalol ikkita hovli ko'tarib qo'shni bo'lib yashash mumkin. Narxi 10 ming dollar. Pastda qoldirilgan nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin.